Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Navbatdagi obyektimizga yetib keldik. Kanalda yangilar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ysanglar, qurilish bo'yicha videolar qo'yib boramiz. Narxlarni bilib turasizlar. G'isht urish, blok urish, sesna qo'yish, barcha qurilish bo'yicha videolar qo'yib boramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxlarni aytamiz, necha puldan qo'yilyapti. Shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. O'tgan safargi videomizda ham aytganmiz, pastda turib, xudo xohlasa mana ko'rib turgan apalavkalarni tayyorlab olamiz. Oldin yog'och apalavkalardan ham qo'yilgan. Pastda bu tayyorlash osonroq tepada qadrganda. Mehnatimizni qadrlab bir dona like bosib qo'yasiz. Qanunda videoni boshladik. Ko'rib turgan joylarga xudo xohlasa tayyor qilib mana apalavkalarni qo'yib oldik. Apalavkalar uyni egasini hisobidan bo'ladi. Biz metriga qo'yamiz. Metrini o'tgan safargi videomizda ham xudo xolasa ko'rsatganmiz. Albatta kanalga kirib ko'rsanglar, necha pul qo'yib berganimizni bilasizlar. 2025-yilda. Qadrdonlar, mana xudo xolasa obyektimiz ham o'z nihoyasiga yetib oldi. Endi narxini aytaman. Usta aka necha puldan qo'yib berdingiz desanglar, shu ko'rib turgan joylarda 40 ming so'mdan qo'yib berdik. Buni eni 20, balandligi ham 20 bo'ldi. 20 ga 20 qo'ydik. 40 ming so'mdan metrini qo'yib berdik. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada o'z fikringizni bildirasizlar. O'tgan yili ham qo'yganmiz. 2025-yilda 40 mingdan qo'yganmiz. Uni eni 40 edi. 40 ga 20 edi. Endi bu yilga 2026-yilga ashini o'sha 40 ga 20 ni 60 ming so'mdan metrini qo'yyapmiz. Kimda qanday savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada fikrlarni qoldirsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi obyektimizda ko'rishguncha.